Cobalt so'raganlarga Denodan 2025 ga 2024 mexanika ekan 20 ming yurgan Laboga, Sparkga, Nexus ga barter qilamiz, qolgan pulni kelishamiz deyapti. Va yana Cobalt avtomobili Termizdan 2023-yil Cobalt sotuvda ekan, holisiz narx, holisiz Cheris Bank beramiz deyapti. Nexus so'raganlarga Boysundan 2019-yil oq Nexus sotuvda mexanika vidrolik domda ko'rib o'tamiz, yetmaganini kutamiz deyapti. Cobalt avtomobili Denodan 2016 vidrolik domda ko'rib o'tamiz. Nexus avtomobili Denodan 2018 ga 2019. Cobalt avtomobili Denodan 2023-yil Cobalt sotuvda 44 ming yurgan. Cobalt avtomobili Denodan 2019. Va yana Nexus so'raganlarga Boysundan 2018 Nexus sotuvda ekan, kelishtirib beramiz deyapti. Cobalt avtomobili 2024-yil Denodan Laboga, Sparkga, yaxshiroq Nexus bo'lsa barter qilamiz deyapti. Nexus avtomobili Jarqo'rg'ondan 2019 dehqondan ichida savdo bo'lyapti ekan, 85. Cobalt avtomobili Denodan 2020-yil mexanika Cobalt sotuvda ekan, variant barter bor. Akaga bog'lanasizlar. Mana 937 Cobalt. Surxon Media. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon Tuz kanali. Bugun sana 16-noyabr 2025-yil Surxondaryoda Deno mashina bozoridan Cobalt hamda Nexus narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Video yoqsa albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Mana bugun bozorda kelib, variant kami, naqd kami, Cheris Bankni bir chekkadan tanishtiramiz. Qanunda videoni boshladik. Mashina bozori ichida karotka reklama Surxondaryoda Qumqo'rg'ondan Behruz akangiz 4-uylarni ham bitiribdi ekan. Buni ham video qilsarga tanishtiraman. Uyingizga tunuka bon qildiraman deganlar bo'lsa, Behruz akaga bog'lansar. Bu uyni ham bitiribdi ekan. Eng qizig'i bunisini ham bitiribdi ekan. Azoncharis buni qarang, naqshlari ham o'zgacha. Uy egasi talabiga binoan shunaqa rang, shunaqa fasonda dizaynni tanlagan, shunday qilib bergan. Qarang, girdlariga rover yordamida mana naqshli gullar ham bo'lgan. Ko'ryapsizlarmi? Eng qizig'i bu listi ham qalin 3,5 lik listdan qilingan ekan. Narxiga keladigan bo'lsak 130 ming so'mdan qilib berdi ekan. Uyingizga shunaqa tunuka bon ishlari qildirmoqchi bo'lsangiz, endi xohlagan fason bor. Katalogda fason ko'p ekan, xohlaganini qilib beramiz deyapti. Qarang, uyda ham juda chiroyli solingan. Xullas, mana shunaqa ishlarni sizlarga taqdim etamiz. Behruz aka Surxondaryo bo'ylab shunday tunuka bon ishlarini qilib beryapti. Narxi kvadrati 130 mingdan listiga pul to'laysizlar. Misol uchun 100 kvadrat list kelsa, 100 kvadratga yoki 50 kvadrat yoki 200 kvadrat list ketsa, tunuka o'shanga pul to'laysizlar. Narxlari ham juda qulay narxda. YouTubedan Surxon Media kanalidan ko'rib telefon qilyapsiz, albatta pullarni kelishtirib beradi. Ekranda raqamlarga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili Denodan 2016-yil oq Cobalt sotilyapti ekan. Cobalt oladiganlar bo'lsa, marhamat, 2016 mexanika ekan. Mexanika 4-paketli metan, ABS konditsioneri bor ekan. Yurgani qancha ekan buni? 133 ming yurgan. Kraskasi qanday? Kraskasi orqa kalinkasida 1,5 qarish bor, bo'ldi. Bitta orqa kalinkasida bor ekan. Xo'p, mana 2016 balonlar 4 ta yangi qo'yilgan. Xo'p, mana salonchilarni qarang, 133 ming kilometr yurgan. Tablo ham shuni ko'rsatyapti. Mana 2016 Cobalt soatlar ekan. Denodan poligi bor ekan, chiqol yo'q ekan. Xullas, holat zo'r ekan. Bitta kalinkada 1,5 qarish joyida petnosi bor ekan. Mana metani zapaskalari bor ekan. Xo'p, shu tarafda kalinkada kraska bor. Aka, nech pul deyapsiz endi 2016? 115 deyapmiz. 115 baho qo'yilyapti. Kelishtirib beramizda. Kelishtirib beramiz. Surxon Media nomidan kelishtirib beramiz. Surxon Media nomidan bo'lsa albatta kelishtirib beramiz deb. Aka, nomerni aytib qo'ying. 97lik 97lik 227 227 18 18 80 18 80 shu nomerga bog'lanamiz. 2023-yil neobычный rangda Cobalt minaman deganlar bo'lsa, marhamat, 2023 Termizdan Cobalt sotuvda ekan, bitta orqasida petnos bor, hozir ko'rsatamiz. Xo'p, motordan tanishtirsak, konditsioner ABS konditsioneri bor, metani bor ekan, ABS yo'q ekan, usti turibdi. Xullas, mana shunday 2023-yil yurgani qancha ekan buni? 111 ming yurgan, 4 baloni yangi ekan. Termizdan bugun juda ko'p mashinalar kelibdi ekan, shularni video qilib tanishtiramiz. Mana aka probek 111 ming yurgan. Mana holati, salonchilari. Xo'p, aka rangi ham udar rang. Xullas, shunaqa rang olib minaman deganlar bo'lsa, bitta kraskasi bor, desa aka. Bitta mana shu kiriladi, petnosi bor. Xullas, qolgan joyi toza ekan. Xo'p, aka, nech pul deyapsiz narxini? Kanalingizga 125 million qilib beramiz. 125 million so'm deyapti, kelishtirib beramiz deyapti. Surxon Mediadan kelib ko'rsangiz, akamiz yana bonus qilib kelishtiramiz deyapti ekan. 2000 nechidagi yili?
2023-yil. 2023-yil 111 ming kilometr yurgan Termizdan Cobalt sotuvda. Bitta petnosi bor ekan, strashni emas ekan, qolgan joyi toza ekan. Aka nomerni aytib qo'ying. 99lik. 99lik 676. 676 97. 97 97. 97 shu nomerga bog'lanamiz. Ayting aka. 94lik. Aha. 462 47. Aka varianti bormi yo'qmi buni? Variant через bank bo'lsa ham beramiz. Varianti xohlasangiz через bank qilib beramiz deb shu akadan Cobalt sotuvda. Cobalt avtomobili Denodan 2023-yil Cobalt sotuvda ekan. Oq Cobalt oladiganlar bo'lsa marhamat. 2023 mexanikam aka. Xo'p, mana matolarni qarang. 2023 mexanika, konditsioner bor, ABS yo'q-ku, metani bor ekan. Xo'p, kraskasi toza ekan. Mana balalari, ABS yo'q, qo'ysa bo'ladi, turbalari turibdi. Xo'p, 44 ming kilometr yurgan probegi, mana sostenasini qarang. Xullas salonchilar mana shunday. 2024 dedingiz aka? 23 ta oxiri ekan. Endi texpasport 23 ta 23 ta. 23 ta oxiri ekan, 23 deyiladi-da. Xo'p, aka, kraskasi toza dedingiz, ha? Nech plyas buni endi? 2023. 2023 mexanika 140 necha aka? 100 necha? 145 baho qo'yilyapti. Xo'p, savdo bo'limi yo'qmi aka? 145 million so'm baho qo'yilyapti ekan. 136 million so'm savdo bo'ldi ekan. Kelishtirib beramiz deyapti. Nomerda aytgan. 99lik 337 8700 shu nomerga bog'lanamiz. Tamila Denodan 2019 oq Cobalt sotuvda. Kraskasi qanday ekan? Petnosi bor ekan 2019. Xo'p, metan, konditsioner, ABS ham bor ekan. 2019-yil petnosi bor. Xullas mana shunday Cobalt sotuvda ekan. Pultmi deymi? Pultni bosib yo'qchaqani 2019. Probeg qancha? 180 ming ekan, ha? 2019 180 ming yurgan probegi Cobalt sotuvda. Mana ichlari. Xo'p, nech pul deyapsizlar jamini? 115 million so'm baho qo'yilyapti. 115 million so'm baho qo'yilyapti. Kelishtirib beramiz deyapti. Savdo nechi bo'ldi? Ha? Savdo 105 baho qo'yilyapti. 110 deyapsizlarmi? Hozir, 110 deyiladi, 105 savdo bo'lar ekan. Kelishtirib beramiz deyapti. Xo'p, nomerni aytgan. 99lik 300 nechi? 337 8700 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili 2024 mexanika Cobalt sotuvda Denodan ekan. Kraskasi qanday aka 2024 da? 2024 kraskasi toza, konditsioner bor, metan bor, ABS bor ekan. Yurgani qancha aka buni? 2024 37 ming yurgan, to'rt baloni ham yangi ekan. Mana salonlari 37 ming kilometrdan tabloni ko'ryapsizlarmi? Xullas, sostenasi shunday Cobalt sotuvda. Xo'p, 37 ming yurgan 2024 kraskasi toza ekan. Aka nech pul deyapsizlar? 163 million so'm baho qo'yilyapti ekan. Endi 163 aytilishi kelishamiz aka. Barteram bor, barteram. Barteram bor. Qanaqa mashinalarga aka? Labos Sparkga barter. Lacetti Nexia 2larga, yaxshiroq Nexia 2larga bor ekan. Aka nomerni aytib qo'ying. 91lik 710 0471 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili Denodan 2024-yil mexanika Cobalt sotuvda. Mana sostenasini qarang, sostenasi yaxshi, oq Cobalt hadovoy. Xo'p, mana qarang, benzinda hali gaz pas qo'yilmagan, konditsioner ham, ABS ham bor ekan. Xo'p, aka probeg qancha yurgan buni? 20 ming bo'ldi. 24 mi yili? 2024 bo'ldi, texpasport ko'rsatmaymiz. 20 ming kilometr yurgan, chunki texpasportni ko'rsatish shart emas internetga. Hop, 20 ming kilometr yurgan 2024. Mana zapaskalar даже tushmagan. Mana zavodskiy germetik bilan toza turibdi ekan. Mana zapaskaning chizig'i bilan turibdi. 2024 20 ming kilometr yurgan Cobalt sotuvda ekan, mexanika. Aka nech pul deyapsiz? 165 aytyapsiz. Savdo nechi bo'ldi aka? 152 beramiz. Shundan endi nari beribsa chiqsa beramiz, ha. Variantlar, barterlar bor. Spark Nexia o'shalarga barter bor. Mana 2025, kuzub 25, texpasport 24, ha. Mana aka, kuzub 25 ekan, texpasport 2024. Qanaqa mashinalarga aka barter bor?
Laboga, Sparkga, Nexus 3 ga barter qilib qolgan pulni gaplashaveramiz. Aka nomerni ayting. 99lik 577 7091 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili 2020-yil mexanika Denodan Cobalt sotuvda ekan. Aka 2020 kraskasi qanday? Ikkita mayda joyda detalda petnosi bor ekan. Xo'p, pakalina metan bor, kondisioner, ABZ bor ekan. Yurgani qancha aka? Motor ochilmagan, zavodskiy o'zini germetigi bilan turibdi. Xo'p, mana balonlari yangi ekan, balonlari ham. Xo'p, 2020 dedingiz aka? 2020 probeg qancha shumi aka? 152 ming halol yurgan probegi qaytarilmagan deyapti aka. Xo'p, mana 2020-yilmi? Mana zapaskalar tushmagan, metallar temir. Aka nech bilyapsiz buni endi? Buni 125 deyapmiz, kami bor. 125 million so'm aka baho qo'yapti, kami bor ekan, kelishtirib beramiz deyapti mana aka. Kuzov raqami ham 2020, ko'ryapsizlarmi? 125 baho qo'yilib kelishamiz deyapti. Aka savdo nechi bo'ldi? Har xil, naqdga kelishamiz aka. Nomerni aytib qo'ying. 94lik 94lik 414 414 3400 shu nomerga bog'lanamiz. Aka varianti bormi? 4-5 minut etmasa yangi yilgacha kutamiz, ha? Xohlagan variant bor ekan. Barter ham bo'lar ekan. Nexus so'raganlarga 2019-yil boysindan mexanika Nexus oq sotuvda ekan. Nexus oladiganlar bo'lsa, marhamat, avtomat korobkaning diskalari qo'yilgan, 4 ta baloni ham yangi 2019 mexanika ekan. Xo'p, mana motorlar qanday ekan buni? Kondisioner bor, ABS bor, metan bor. Motor yurganlari qancha aka? Moy poy yemaydimi? Yurgan moy yemaydi. 110 ming kilometr yurgan, moy yemar ekan. Aka kraskasi qanday? Kraskasi toza ekan. 2019 boysindan kelibdi. Nexus mana chiqol poliklari bor. Probeg qanday aka? Probeg 110 ming yurgan ekan. 2019 Nexus boysinniki sotuvda. Kraskasi toza deyapti. Mana 2019 110 ming kilometr yuribdi. Aka narxini nech bilyapsiz? 95 aytlar. 95 million so'm aytilish bahosi ekan. Savdo nechi bo'lyapti aka? 89 bo'ldi. 89 million savdo bo'ldi ekan. Naqdga kelishamiz aka. Variantlari bormi yo'qmi? Oz-moz yetmaganiga bor. Oz-moz yetmaganini kutamiz deyapti. Aka nomerni aytib qo'ying. 91lik 900 00 18 nomerga bog'lanamiz. Nexus so'raganlarga shortchidan Nexus'imiz sotuvda ekan. Aka 19 ming yili. 2019-yil Nexus sotuvda ekan. Kraskasi qanday aka? Eshik bilan kirloda bor, ichiga o'tmagan. Eshik bilan kirloda bor ekan, ichida o'tmagan deyapti. Ana mol sotsang, qo'y sotsang, aybini aytib sot deydi. Kondisioner, ABS metallari bor ekan. 2019-yil mexanika 4 baloni yangi ekan. Xo'p, aka probeg qanday 2019 da? Qancha yurgan? 230 ming yurgan ekan probegi. 2019 230 ming kilometr. Halol yurgan probegi sho'rchidan. 4 baloni ko'rgan, yangi ekan, mo'ylov bilan turibdi-ku. Xo'p, 230 ming yurgan 2019 ekan. Aka nech bilyapsiz buni? 85 million xayriga o'tib beramiz. 85 baho qo'yapti, xayriga bir nima o'tib beramiz deyapti. Aka nomerni aytib yuboring. 90lik 248 0101 shu nomerga bog'lanamiz. Nexus avtomobili Denodan Nexus sotuvda ekan. Nexus olaman deganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Oq Nexus mexanika ekan. Yili necha aka? 2018 ga 19 deyapti ana. Metan bor, kondisioner bor, ABZ bor. 18 ga 19 Nexus. Aka kraskasi qanday? Bitta o'ng tarafda oldida kriloda petnosi bor ekan. Qolgan joy tozami aka? Toza. Xo'p mana 18 ga 19 u. Tarpidan qarang, qanday qilib qo'ydi aka, udar qilib qo'yibdi-ku. Probeg qanday aka? 147 ming. 147 ming kilometr yurgan probegi. Mana orqa salonlari. Mana aka, metallari, zapaska metallari bor ekan. Aka nech bilyapsiz bu Nexus'da? 95 deyman, kami bor. 95 baho qo'yilyapti, kami bor ekan. Kelishtirib beramiz deyapti. 95 baho qo'yilyapti ekan. Aka savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo bo'ldi, 81 million, 82 million. Savdo 81-82 million savdo bo'ldi ekan. Kelishtirib beramiz deyapti. Aka nomerni ayting. 99lik 99lik 544 aha 6400. shu nomerga bog'lanasiz. Boysindan bugun mashina ko'p kelibdi ekan. Nexus ham Boysindan 2018 mexanikami aka? 2018 saka diskali mexanika Nexus sotuvda ekan. Salon ichida aka udar qilib qo'yibdi, hozir ko'rsatamiz. Kraskasi qanday aka?
kraskasi asjut bo'lgan, beldan pasi, metan bor, konditsioner, abizi bor ekan. 18 dedingiz aka? 18. Mana balonlari 2018. Probeg qanday aka buni? Salon ichini qarang, hozir shu trendda bo'lyapti sariq. Qarang. Chiholi ham, poliga ham sariq ekan. Probeg qancha aka 2018 da? Qancha? 3 ko'rik yurgan Nexus Boysundan. Mana orqalarini qarang. 3 ko'rik yurgan ekan. Xo'p, orqalarini ham ko'rsataylik. Xo'p. Aka necha pul deyapsiz Boysunning Nexus uchun? 2018 da beldan past kraska dedingiz a? 75 bo'lsa berib yuboraman, 73 savdo bo'ldi. 75 bo'lsa beramiz deyapti. 73 million savdo bo'ldi ekan. Aka nomerni aytib qo'ying. 99 99lik 291 291 53 53 nomerga bog'lanamiz. So'raganlarga 2019 Jarqo'rg'ondan oq Nexus sotuvda. Mexanikmi aka bu? 2019 kraskasi qanday aka? 2019 konditsioneri bor, metani bor, abizi bor ekan. Yurgani qancha aka? 173. Kraskasi toza deyapti, 173 ming kilometr yurgan. Savdo bo'lyaptimi deyman? Deyman 178 ekan. Necha bo'lib qoldi aka savdo? 85. 85 bo'lib qoldi. Aka necha pul deyapti? Aka 100 deyapti, 85 bo'lib qolibdi ekan mana aka. Nexus oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Qayerda keldi mashina aka? Jarqo'rg'ondan. 2019. Nomerni ayting aka. 77lik 77lik 021 021 0589. 0589 nomerga bog'lanamiz.